Assalomu alaykum. Men Nozimani onasi bo'laman, tushuninglar insonlar. Men bekorga Koreyada chiqarsan peshvoz yotgan joyi nurga to'lsin deb xayrlashgani kelamiz. Kelib oldimga. Jonim olib kelib oldim, qarang. vafot etgan kuni O'zbekistonda ularni tozalab bir necha vaqtlardan beri sirli bo'lib qolayotgan Nozim akimning vafoti kundan kunga ochiqlanib bormoqda. Aziz do'stlar, siz ham ushbu videoga like bosing va izohlarda qoldiring. Kimni bu yerda haq deb o'ylaysiz? Avazbek, Dalil.uz yoki Sherzod, nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Ha, tinchman, chaqaloq olib kelib oldim oldimga. Jonim olib kelib oldim, qarang. Voy, jonim mani. Multik qo'yib berib o'tiribman. Ha, tinchman, zo'rman. Marjon keldi. Hammasi yaxshi, xavotir olmang. Chaqaloq. Ma, Mustafa. Ay, jonim.